Assalomu alaykum aziz do'stlar, hamshaharlar va shahrimiz mehmonlari. Biz hozir Namanganning eng sentr Chorsu dahasida turibmiz. Mana Mulla Qirg'iz madrasasi ancha yil, 100 yildan o'tgan bu yerni qurilganiga, shu qurilishlarda ishtirok etgan insonlar Alloh rahmat qilsin. Mana shu yer qurilishida jonbozlik ko'rsatgan butun respublikamiz bo'ylab ustalar kela boshlagan va shu yerda qurdirgan последний xonство Xudoyorxon Qo'qon xonligi tomonidan qurilgan Mulla Qirg'iz madrasasi. Mana sizlar bilan ichkariga kiramiz va sahnasini men sizlarga ko'rsataman. Anaqa yozuvlar bor, juda ham jimmador. Mana ko'rsangiz bo'ladi. İçkariga kiramiz. Mana yerda mana yozilgan me'moriy yodgorlik Mulla Qirg'iz madrasasi 1910-1910 yillar davlat muqovasiga olingan. Assalomu alaykum. Mana hovlisi bu hujralar bo'lgan. Shu yerlarda odamlar o'qigan. Mana. Juda ham tarixiy joylar. Assalomu alaykum. Mana. Juda ham mana ko'rkam ishlov berilgan. Mana naqshlar bilan. Mana hujralar. Bu yerda ilm o'rgangan insonlar. Mana hovlisi madrasaning orqa tomoni. Mana juda ham chiroyli uslubda qurilgan. Mana davlat muhofazasiga olingan 1912-yildan beri. Va shu yerga yetganda ekskursiyamiz nihoyasiga yetdi.